Ko'pchilik hozirgi kunda maklerlarni yomonlab ba'zi bir platformalar uylarni sotib beramiz, tekinga reklama qilib beramiz, unaqa qilib beramiz, 360 gradusda kameraga olib sotilguncha joylab beramiz deb xalqqa qulog'iga lag'monni ilishyapti. Gap o'z egasini topadi degandek, mana shu inson ham meni hozir kuzatib o'tgan bo'lishi mumkin. Naprimoyga gapiraman desam, Liboy bilan gaplashib qo'yaveramiz. Xullas, uylarni sotmoqchi bo'lsanglar, qanaga ham ishonavermanglar. Hozirgi kunda o'zi yaxshi maklerlar ham juda ko'p. Son-sonaga yo'q-da. Nomi chiqqan maklerlar ham bor. Buni endi ko'pchilik bilmaydi. Nomi chiqqan makler hech qachon bozorda o'tirmaydi. Banner qo'liga ushab o'tirmaydi. Balkim bozordagilar ham insoflidir. Vallohu alam, yo'q menga qorong'u. Xullas, maqsad nimada? Maqsad insonlarni mushkulini oson qilib uyini sotib berishdi. Ya'ni ikki tomonga ham manfaatli bo'lish kerak. Sotuvchiga ham, oluvchi ham qancha arzon olsa shuncha yaxshi. Sotuvchi qancha qimmat sotsa shuncha yaxshi. Lekin biz o'rtasini olgan holda narx ketadigan realniy narxni belgilab, shu paytgacha shuncha uylarni sotib kelamiz. Agar kimgadir nimadir isbotlab berish kerak bo'lsa, bizning ofisimizda Yakkasaroy Sho'ta Rustaveli 58 da joylashgan. Kelsanglar, Liboylarga isbotlab beramiz. Bir oy ichida statistika bo'yicha qancha uy sotib o'tganimizni. Endi bu narsani endi ko'pchilikka biz aytmaymiz, nimaga sababi ko'stayib qolishi ham bor. Nazardan past degan narsalardan yiroqdamiz. Misol uchun, hozirgi kunda Instagram, Facebook, Telegram, YouTube rivojlanib ketgan. Hech kim baribir OLXga kirib tiklab o'tirmaydi. Da, OLX ham yaxshi platforma, OLX yomon demoqchi emasman. Lekin amalda realniy hozirgi kunda ish beradigan narsa bu Instagram, Facebook, Telegram, YouTube bo'lib qolgan. Men bilaman, Liboy inson Instagramdan nimadir kerak bo'lsa kirib o'ziga kerakli narsani o'sha Instagramdan topadi. Biz asosan urg'u beradiganimiz, ya'ni ko'p nimaga uy sotamiz, mana shu Instagram orqali. Sotildi uy jamoasiga murojaat qilsanglar, uylarni sota olmayotgan bo'lsanglar, bizni sotib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, Instagramga qoldiraman.